Homiladormisiz? Videoni oxirigacha ko'ring. 12 haftagacha bo'lganda qaysi vitaminlarni ichish kerak deyshadi. Homiladorlikda 12 haftasigacha men o'zimni amaliyotimda unaqa kuchli ukol dorilar bermayman. Har doim ichiladigan o'zini maxsus dorilari bor. Mana shu dorilarni beraman. Hamma joydan topsa bo'ladigan, yengil hazm bo'ladigan va yaxshi ta'sir qiladigan vitaminlar to'plamini beramiz. Yodomarin va foliy kislotasi. Buni agar qo'shib ichaman desangiz yodafol yoki bo'lmasa yodomarinni o'zi alohida 200 mg foliy kislotani esa bir tabletkadan bir mahal ertalab ichishimiz mumkin. 12 haftagacha yodofolni ichishimiz mumkin, foliy kislotani ichishimiz mumkin. Agar faqat yodomarinni o'zini alohida ichayotgan bo'lsak, to 9-oygacha yodomarinni to'xtatmasligimiz kerak. Kurantil tabletkasi. Homilador ayollarimizda hozir homilani rivojlanmay qolishini oldini olish maqsadida eng yaxshi dorilar sifatiga kiritilgan kurantil bir tabletkadan 3 mahalgacha ichishimiz mumkin 10 kun davomida. Uchinchi beradigan doimiy dorim bu magniy B6 tabletkasi hisoblanadi. Bu faqatgina organizmda vitamin ko'rinishida emas, balki umuman gipertonusda olish uchun, ya'ni og'riqlarga ham ta'sir ko'rsatadi. 4-dorimiz esa bu har doim beradigan meni aynan omega 3 dorim, ya'ni buni ichida baliq moyi bor, E vitamini bor. Bu homilani tushib qolishdan asraydi va shu bilan birgalikda aynan bolani bosh miyasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Agar ayolimizda og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, ilk paytida eng yaxshi dorimiz bu difaston tabletkasi hisoblanadi. Ya'ni bir tabletkani 2 mahal 20 kungacha siz iste'mol qilsangiz, bu narsani ichsangiz juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Aynan homilani bachadonni ichiga kelib joylashuviga va bachadonni ichida homilani yaxshi joylashuviga sabab bo'ladigan dorilardan hisoblanadi. Sevichalar ko'rinishida esa eng yaxshi beradigan dorilarim bu aynan loksidol sevichasi yoki bo'lmasa papalina sevichasi. Mana shularni bemalol 12 haftagacha ishlatishingiz mumkin. Bu sizga mutlaqo bezarar dorilar hisoblanadi.